Assalomu alaykum, Mototols kanali obunachilari. Bugun yangiliklarni, ya'ni bombasini, ya'ni dvijoklarni narx-navolarini suv tekin narxda tushiramiz. Videomiz yoqsa, ya'ni obuna bo'lib, like bosib qo'yasiz. Qani boshladik. Sifati zo'r bo'lgan dvijoklarimizni narxini suv tekin narxlarda tushiramiz. Bahaybatlardan ko'rsatamiz, kichkinalardan ko'rsatamiz va sifati zo'r bo'lganlardan ko'rsatamiz, ya'ni saralkalik benzinda ishlaydiganlardan ko'rsatamiz. Hozirda kichkinasidan boshlaymiz. Xo'jalikka ishlatishga yo suv chiqarishga, suv nasoslariga yo xonadonlariga, xaladelniklariga ishlatishga, ya'ni bu 3 kilovatlik sifati juda ham yaxshi. Tortmada zavodi bo'ladigan moy datchiklari bori, ikkitalik vilka tiqadigan joylari bor. Juda ham qulay. Mana akkumulyatorni zaryad qiladigan joylari ham tashib ketadigan, sifati vashin bomba chiqadi. Buni narxini bor yo'g'i 2 million 650 ming so'm qilib beramiz. Juda ham suv tekin narxda, sifati zo'r bo'lgan, ya'ni dvijoklarimiz. Bizon brendiga tegishli. Xohlaganlar uchun sifati zo'r bo'lgan, mana klassik brendiga tegishli, ya'ni 3,5 kilovatlik siferlik bo'ladi, ya'ni bu averlik bo'ladi. Sifati vafshin bomba chiqadi. Agar xohlaganlar uchun aversiz olaman desa, miyasiz olaman desa, miyasida mana bunaqa shit bo'ladi. Ko'pchilik aver nima deyishi mumkin? Mana bunaqa shiti bo'ladi. Shitini xohlaganlar uchun qo'shib beramiz. Bu alohida bo'ladi. Xohlaganlar uchun komplekt olaman desalar, narxi 5 million 200 ming so'm chiqadi. Yo'q, menga dvijokni o'zini beringlar desa, narxi 3 million 900 ming so'm chiqadi. Bemalol o'zi ulaganda avtomatik yonib o'chadi. Bu 3,5 kilovatlik, kalitda zavodlik bo'lsa ham bo'ladi. O'zini ishlataman desa, lekin aver bilan ishlataman desa, qo'ysizlar, bemalol generatorni o'zini yoqib, o'zini o'chira oladi. Keyingi generatorimiz, ya'ni 10 kilovatlik 8 kilovat beradigan toza, sifati juda ham bomba chiqadi. Klassik brendiga tegishli. Buni averi bo'lmaydi, lekin kalitda zavodlik qiladigan bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi chiqadi. Benzinlik, 1 soatiga где-то 1 litr, 1,5 litrgacha benzin xarajat qiladi. Bu siferlik bo'ladi. Bular hammasi ko'rsatganim ham. Bu ham shunday ishlagan soati va qancha tok chiqaryapti, hammasini bemalol kompyuterda bildirib turadi. Ya'ni avtomatlari ham bor, bu yerda akkumulyatorni zaryad qiladigan funksiyalari ham bor. Ikkitalik vilka chiqadigan joylari bor. Hammasini bemalol qo'yib ishlatsa bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bu narxini bor yo'g'i 6 million 500 ming so'm qilib beramiz. 10 kilovat, 8-7 kilovat toza beradigan dvijokimiz mana shu bo'ladi. Xohlaganlar uchun, averligini shuni so'raganlar uchun 10 kilovatlik, mana yozib ham qo'yibdi. 10 kilovat, 9 kilovat deb bu toza 8 kilovat beradigan dvijokimiz, ya'ni averlik bo'ladi, o'zi yonib, o'zi o'chadigan dvijokimiz bo'ladi. Mana aver sistemasi bor. Buni averi bilan birga olaman desalar, 9 million 500 ming so'm qilib beramiz. Miyasida ham qo'shib beriladi. Kalitda, ya'ni o'zi patli chiqib, o'zi o'chiradi. Davochiklari hammasi siferlik bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi. Benzinda ishlaydigan variant, obmotkasi 100% mislik bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, obmotkani ham kattaligini, bemalol qalin obmotka, ya'ni mislik obmotka qo'yilgan. Motorni ham e'tibor berishingiz mumkin. 190 motor bo'ladi. Bu 192. Eng katta motor qo'yilgan, ya'ni 10 kilovatlikni motorni qo'yilgan. 10 kilovat deb yozilgan. Endi batareyasi bilan biz olib, ya'ni o'zini kilovatdan pastroq aytyapmiz. Ya'ni 8 kilovat toza beradi deyapmiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, boyagi aytganimdek 9 million 500 ming mana bunaqa miyalari ichida bo'ladi. Qo'shib beramiz. 9 million 500 mingga. Mana yoqda mana dvijok miyalarimizdan Pero, mana shu dvijok miyalarini bemalol qo'shib beriladi. Hammasi komplektda bor. Avtomatika o'zi yonib, o'zi o'chirsin deganlarga, uyga o'zi kalitdan yoqib o'chirishga qiyin, uylarda bo'lmasa ham xuddi shu avtomatika dvijoklarni shu bo'ladi. Endi bez avtomatikasiga o'tamiz. Ya'ni ko'pchilik aytadi, pultda zavodit qilaman desa, bu dvijokimiz ham pultda zavodit bo'ladi, ham kalitda zavodit bo'ladi. Ya'ni pulti ham bor. Masofadan turib, bemalol pultda ham zavodit qilsa bo'ladi. Pultini ham hozir ko'rsatishim mumkin. Mana yoqlarda desa, mana bunaqa nejligar pulti bor. Mana o'zining komplektda. Videomiz cho'zilsa ham endi batafsil tushuntirsam ham. Mana pulti bo'ladi, o'zini bemalol pultni bitta bossangiz, o'zi dvijokimiz zavodit bo'ladi. 10 kilovatlik, ya'ni kalitda ham zavodit qilsangiz bo'ladi. Ya'ni avtomatikasi buni bo'lmaydi, aver sistemasi, lekin masofadan turib, uzoqdan uyingizdan bemalol pultda ham zavodit qilsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi juda ham arzon narx chiqadi.
Bunun narxini 6 million 800 ming so'm qilib beramiz. Ya'ni moy datchiklari ham qo'yib ketilgan bularga. Oddiy emas. Masalan, boshqa generatorlarga moy datchik yo'q, lekin bularga moy datchik ham qo'yib ketilgan. Sifrlik xuddi shu tablosi bo'ladi. Sifati вообще bomba chiqadi. Motorlari ham katta. Ya'ni 10,5 kilovat, 10 kilovat deb yozilgan, 8 kilovat toza beradi. Narxi 6 million 800 ming so'mga qilib beramiz. Kichkina dvijokni, ya'ni kalitligini so'raganlarga 3 kilovatlikni, ya'ni statorlik varianti ham bor. Ya'ni kalitda yoqib o'chiradigan varianti, averlik bo'lmaydi, ya'ni 3,5 kilovat, 3 kilovat toza beradigan. Narxlari juda ham qulay chiqadi. Buni narxini so'raganlarga narxini 2 million 950 ming so'm qilib beramiz, bor yo'g'i. Juda ham arzon narxlarda sifati zo'r bo'lgan dvijoklar olib ketishingiz mumkin. Endi hozir hamma aytishi mumkin, bizga invertorlik dvijok kerak. Ya'ni juda ham dovushi past, lekin kilovati kattaroq so'raganlarga mana invertorlik dvijogimiz bo'ladi. Polni yopiq, mana hech qayerda ochiq joyi yo'q. 10 kilovatlik benzinda ishlaydigan 5 shumli, ya'ni bu italyanskiy katyol sinus chiqaradigan juda ham dovushi past bemalol 10 kilovatlik aver sistemasi ham bor. Buning narxini 21 million qilib beramiz. Endi kattaroq dachalarga yo ishxonalarga qo'yish dovushidan zerikkanlar uchun invertorlik vashi dovushi chiqmaydigan dvijokdan desak ham bo'ladi. Bemalol hech qanaqa xalaqit bermaydi, qo'shnilaringizga ham ozor bermaydigan dvijok mana shu bo'ladi. 21 million so'mga averlari bilan, ustanovkalari bilan ichida qilib beramiz, lekin komfort dvijok bo'ladi. Ko'rib turganingizdek kichkina dvijok emas, bu bahaybat katta dvijok. Shuning uchun puliga yarasha ballonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana qulflanadigan hatto ballonlar bo'ladi. Katta ballonlar qo'yilgan. Bu benzinlik varianti. Narxi xuddi shunaqa chiqadi. 21 million so'm, invertorlik bo'lganiga qimmatroq chiqadi. Endi bizga saralkalik dvijok yo'qmi deganlarga mana dizelda dvijok ham invertorligi bor, sifati juda ham bomba chiqadigan varianti. Ya'ni invertorlik dvijokni mana start stoplik bo'ladi. Bu bitta qulay tarafi, ham pultda zavodit qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz aver qo'yasiz bemalol avtomatika, xohlasangiz pulut. Eng qizig'ini aytaymi, xohlasangiz ham 380 ni ishlatasiz, mana. Xohlasangiz ham 220 ni ishlatasiz. Xohlaganingizga bemalol o'tkazib, ham 380 da 7,5 kilovat tok ola olasiz, 8,5 kilovatlik dvijok, ham 220 da 7,5 kilovat tok ola olasiz. 5 shumka qilingan, mana. Shumka bemalol shumkalarni ko'rishingiz mumkin. Qalin shumka qilingan. Hech qanaqa akkumulyatorlari ham damazli akkumulyatorlari qo'yilgan, kattasi. Sifati juda ham yaxshi, narxi juda ham arzon chiqqan. Buni narxini so'raganlarga narxi 13 million so'm chiqqan. Agar averini qo'shib, averi olib olsalar, averiga bir 2 million so'm qo'shiladi, ya'ni avtomatika ham bo'ladi. Bu bemalol. Hozir aversiz narxini aytdik, 13 million, averi bilan 15 millionga bo'ladi. Lekin 5 shumli 7,5 kilovatlik sifati vaqtin bomba chiqadigan, ya'ni saralkada kam xarajatli dvijok so'raganlarga start stoplik bo'ladi. Gentra mashinalarda ham yo'q o'zi bu narsa, bilasiz. Juda ham qulay narxda, arzon narxdagi bemalol dvijok generatorlarni Mototolsdan olishingiz mumkin. Ba'zi ko'rsatganimiz do'konimizdagi 10 kilovatgacha ko'rsatdik. Bizda 50 kilovat, 30 kilovat, 100 kilovatlik katta dvijoklarni bemalol Mototolsdan xarid qilishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz manzil va telefon raqamlarini ko'rsatib o'taman. Ya'ni manzilimiz Toshkent shahri, Do'mrobod bozori, ya'ni Olmazor metro, Sobrahim metrodan chiqqanda hamma biladi, Do'mrobod bozorini qarama-qarshi tarafda mana. Qarama-qarshi tarafida Zenner savdo majmuasi bor. Mototols do'konimizdan telefon raqamlarimiz 99lik 576 37 37, 95lik 816 94 94. Bemalol telefon raqamlariga kelib 23-do'kon xohlagan texnika, dvijok, ya'ni stabilizatorlaringizni xarid qilishingiz mumkin.